O'rmon qiroli sher har hafta o'rmonda shanbalik o'tkazish kerakligini tushundi. Hayvonlar baribir hayvonda, duch kelgan joyga musor tashlab ketishadi. O'rmon qiroli o'rmon peshtaxtasida e'lonni joylashtirdi. Hayvonlarga plan qo'yildi. Har hafta shanbalik bo'lishi shart. Shanbalikka kelmaganlar esa zo'rlanadi. Yangi qaror hammaga tushunarli deb umid qilaman. Ertaga birinchi shanbalik, hamma kelsin. Albatta, rahbarning gapini ikki qilib bo'ladimi? Hayvonlar tozalikka kirishdi. Kimlar musor to'pladi, kimlar toshidi, kimlar esa yer chopdi. Faqatgina birgina hayvondan tashqari. Tulki, ko'chma kravatni ko'tarib qayerga ketyapsan? O'z hududingni tozalamaysanmi? Sherni oldiga boryapman. E'lonni o'qimadinglarmi? Shanbalikka chiqmaganlar zo'rlanadi deb yozilgan edi. Men 1 oylik planimni bajarib kelmoqchiman.